Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videorolikimiz avtomat korobkaga qanday programma yoziladi. Buni yo'llari juda ham ko'p. Hozir bizlar oddiy yo'li, ya'ni hammaga dostupni DPS programmasi orqali yozishni ko'rsatib o'tamiz. DPS programmasiga kiramiz. Bu yerda mashinchaning ustiga kirib, nonni bosamiz. Adreslari global A, get control info qilamiz. Bu yerda alt o'ntir turish kerak. Get control info. Eco adres, ya'ni avtomat korobkaning adresi 18 bo'ladi. Read info qilamiz. Read info qilganimizdan keyin bu yerda pasport kelib chiqadi. Ya'ni gentra bo'lsa 44-45 bo'ladi. Ya'ni oxirgi gentralarimiz. OK qilamiz. Hozir biz OK qilmaymiz. Chunki u avtomobilga ulanmagan. OK qilib tanlaymiz programmani. Bu yerda bizda DPS programmalarimiz turibdi. TSM gentra uchun yozyapmiz. Gentra uchun programmamiz zakazno tayyorlangan. Gentralarda bilsangiz, tormoz bosib turganda siltalab turadi svetoforda. Bu siltalamaydigan va mягкий skorostlar almashadigan programma bo'lib, mana shuni yozamiz. Bunday qilib yozsak, sekin yozadi. Agar tez yozmoqchi bo'lsak, mana bu joyga kirib, programma populate vidik qilamiz. Populate vidik da qilib programmani yozsak tez yozadi. Yozib bo'lgandan keyin bayroqda chiqadi va shu bilan avtomobilingizga programma yozilgan bo'ladi. Tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Chip Prime kuzatib borib, Chip Primedan uzoqlashmang.